Hop qaranglar. Qaranglar, shopirlar. Bitta tayinlilar bog'landi, ikkita kamera. O'sha to'xtash taqiqlanadigan telefonga palasaga olyapti. Ikkita svetoforda. Keyin Farg'ona viloyati Dang'ara tuman markazi. So'nggi kunlarda bu chorraha haydovchilarning haqiqiy bosh og'rig'iga aylandi. Sababi yangi o'rnatilgan va har bir qadamni qayd etuvchi kuzatuv kameralari sabab bo'lgan. Biroq e'tibor bering, ushbu jarima yozuvchi ko'zlar qayerga o'rnatilgan? Maxsus konstruksiyagami? Yo'q, ular oddiy eski beton simyog'ochlarga ilib qo'yilgan. Xo'sh, bu qonuniymi? Biz Vazirlar Mahkamasining 232-sonli qaroriga yuzlanamiz. Nizom talabi qat'iy. Qoidabuzarlikni aniqlash tizimi faqat IGT yoki P shaklidagi maxsus metall ustunlarga o'rnatilishi shart. Hujjatda beton ustun yoki mavjud simyog'och degan gapning o'zi yo'q. Bu nimani anglatadi? Tadbirkor tejamkorlik yo'lini tanladimi? Axir metall ustun bu xavfsizlik va davlat standarti degani. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Namangan viloyatida kimlar tuman hududida o'rnatilgan noqonuniy va talabga javob bermaydigan kamera va radarlarni sud orqali olga surib tashlagan edi xalqini o'ylab. Haydovchidan qoidaga amal qilish talab qilinyaptimi? Demak, uni nazorat qiluvchi kamera ham qoidaga asosan o'rnatilishi shart. Biz mutasaddilardan, ayniqsa Dang'ara tumani hokimidan ushbu beton qoidalarga izoh kutamiz.